Unutulgan Uyghur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhojiratda yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlar. Biz yiritquch hayvon kabi ochko'z Xitoyning ishg'olida qolgan, barcha erkinlik tartib elinib, vatanimiz usti uchuq turmaga aylangan. Şunu vatandagi zulmdan qutulish uchun suyumlik ota-onalarimiz, umaq bolalarimiz va ot singillarimizni tashlab, Xitoyning ishg'olida qolgan vatandan o'g'irliqchi Xitoyning tog' dengizlarini besib o'tib, ulug'vor g'oya, go'zal arzu-armonlar bilan zulm ko'rmaydigan kengri bir o'rinni maqsad qilib qochib chiqqan, muhojiratdagi ko'zlari taram-taram yosh bilan to'lgan, toshni eritgida qayg'u gunohsiz mahbus bo'lib turayotgan Taylanddagi Uyg'urlar biz. Hurmatli muhojiratdagi qarindoshlar, tuvanda biz sizlarga o'zimizning ahvolidan qisqacha qilib, mubolag'a qilmagan, yolg'on qatmagan va yo'shirmagan holda ma'lumot berib o'tamiz. Afsus, ming afsus. Biz zolim Xitoy zamindan chiqalgan bilan vahshiylikda yiritquch hayvondanmi ishib ketgan, ayolligini belgili bo'lmaydigan, gunohkorlarning eng cho'ng mushrik, zolim Xitoy g'alchi bo'lib hayot kechirayotgan Tayland qaroqchilariga asir bo'lib qoldik. Bizning eng dastlabki tutilgan vaqtimiz 2013-yili 5-oyning 28-kundan boshlandi. Biz yeni tutilganda sonimiz ko'p, aramızda ayollar va bolalar bor edi. Keyin Allohning fazli, ondan millat uchun o'zining barcha imkoniyatini chiqargan suyumli qarindoshlarimizning yordamida ko'p qarindoshlar har xil yo'llar bilan qutuldi. Ammo qarindoshlarining qutulganligini bilgan Xitoy barliq kuchi va besimini Tayland doiralariga ishiltib, tutqundagi Uyg'urlar bilan bo'lgan sirtning barliq aloqasini to'xtatdi va tutqunlarga bo'lgan muhofazatni kuchaytirdi. Shuning bilan bu tutqunliq 2015-yili zulmatli qorong'u kunlarga qadam qo'ydi. Ilgari Xitoy boshchiligidagi Tayland soqchilari oldi bilan tutqunlarning ayol bolalarini Turkiyaga yo'lga soldi. Keyinidinla tutqundagi Uyg'ur mahbuslaridan begunoh ayollardan 19 yosh ayolni, bir kichik qizni va 125 Uyg'ur erlarini zolim Xitoyga, ya'ni o'p-ochiq o'limga yo'llab berdi. Bu zo'ravonlikda ayollardan 180 ayolni Turkiyaga, ayol aralashtirib 145 odamni Xitoyga yo'lga soldi. Qelib qolgan 110 kishini Taylandning har qaysi turmalarida qoldirib, bizga dunyoning 3 bo'lingida kuch yetkichi zulm qildi. Bu fojiali qismatdan keyin bolalar yetim bo'ldi, ayollar tul qoldi. Ba'zi qarindoshlar o'lib ketdi va ba'zilar zolim Xitoy turmalarida umrlik mahbus bo'ldi. Ammo bu qora kun, ash kunlardan boshlab mana hozirgacha davomlashib kelmoqda. Bizga o'xshash yo orqaga yo oldiga mang'anmay qilib qolgan bir turkum Uyg'urlarni Tayland soqchilar xohlagancha bulab, yenimizdagi pullarni tortib oldi. Bizga qo'ldan kelgan zulm sitamni qildi. Shu kunlarda biz zolim Xitoyning o'rinlashtirishida odatlik qamoqxona, alohida turma, maxsus jazo rayoni va har xil musofirlar lagerida turib keldik. Bu jarayonda Tayland soqchilari bizni cho'ng kichik demay, qip-yalang'och qilib gimnastika ishiltatdi. Hatta her gün yataqqa kirmoqchi bo'lsak, qip-yalang'och qilib yataqqa ilib kiratdi. Jazo lagerida Taylandning pish-pish issiqida chiroyimizga qarmay surkab, oftobda o'ltirg'izdi. Yomg'ir yoqqan kunlar bo'lsa, bizni turmaning maydoniga chiqib, yomg'ir suyida laypatqoq bo'lgan yerda dumulutib, odamga qilmaydigan muomala va zulmlarni qildi. Biz bu qorong'u kamerlarda zanjir kishan bilan uzun turib, put-qo'llarimiz yirigidab ketdi. Azraqli xatolik sodir qilsak, shuni bahona qilib, yarim metrmi kelmaydigan ig'ir zanjirni ikki odamning birdan putiga silib, uzun muddat bog'lab qo'ydi. Soqchilarning qilgan zulmi oz kelgandek, turmadagi boshqa hayvon kabi ayolsimon erlar soqchilarning kuch kurtishi bilan 3-4 odamga 100 dan ko'proq odam urush ochdi. Bundoq cho'ng urushlarda qo'llarimiz sunib, boshlarimiz yerilib, hatto börak kasallarga yo'liqdik. Musafirlar lagerida g'alchilar, soqchilar bilan birlashib, bizni ko'p qitim tayoqqa qo'ydi. Ondan sizlar qoidaga amal qilmadinglar deb soqchilar ayrim jazo berdi. Bu yerda hamma odam normal holatda yuriydi. Ammo biz Uyg'urlarga turmadim o'xshash, soqchixondim o'xshash, hatto ko'chmanlar tutib turish o'rindim o'xshash farqli nachar muomala qilindi. Bo'libmi ko'chmanlar qamoqxonalarida hamma odam o'zining telefonini xuddi sirtda ishlatgandek ishiltidi. Ammo bizga har qanday vosita bilan aloqa qilish cheklanadi. Bizni qamoqxona yotoqlaridan 2 oyda bir almashtirib turdi. Har qitim yotoq almashganda hamma narsalarimizni yerga tashlab, ko'p narsalarimizni ilib oladi. Odatda ko'chmanlar qamoqxonalarida yotoq aqtirish bo'lmaydi. Ammo soqchilar ayrim bizni hamma odamning oldida paskashlarcha aqtirib,
narsalarimizning hammani chuvib tashlaydi. Agar biz uchun Taylanddagi musulmonlar yaxshi niyatli tamoq yoki turmush buyumlarini akelsa, soqchilar nadiki yo'qlan bahonalarni qilib bizga bermaydi. Muhojiratlik qarindoshlar avatib bergan pullarni biz bir amallarni qilib yoshirin akirgizib, shu o'zimizning puliga tamoq buyursak, tamoqni yotoq darvoza oldidan akirib bergani uchun ayrim ish haqqi oladi. Bu qamoqxonalardagi narsalarni sirittikidan 3 qimmat bahoda sotadi. Bu yerda uzun turgan har qanday kishi Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga panohlik iltimos sunib, 2 oy ichida ma'qullik kinishkasini qo'lga ilib, shu kinishka orqali $1500 kepillik chiqa oladi. Agar kasal yoki yoshga cho'ng bo'lib qolgan kishilar bo'lsa, hech narsa bo'lmasimi kepillik chiqa oladi. Ammo bizning Uyg'urlar uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qayta sunilgan panohlik tilash iltimosimiz necha yildan buyon tasdiqlanmadi. Yoshchi cho'ng akillarimiz yoki kasal bo'lib qolgan qarindoshlarimiz ko'p qitim kepillik chiqish iltimos sungan bo'lsa-mu, rad qilinib keldi. Biz boshqa millatlarga o'xshash hamma Uyg'urlar bir yerda tura olmaymiz. Halol tamoq bermaydi. Ota-ona yoki urug' tuqqanlar bilan telefon yoki xat aloqasi qilishimizmi soqchilar tomonidan cheklanadi. Kasal bo'lsak davolamaydi. Biz bu yerdagi boshqa mahbuslarga o'xshash normal mahbus sharoitiga ega bo'la olmaymiz. Mana mushuningdek qiyinchilik ustida hayot kechirmoqdamiz. Taylandning har xil qamoqxonalarida sharoiti va tamoqi intayin nachar, yotoq ichi qorong'u, kun nuri tushmaydi. Qamoqxona kichik, ammo mahbuslar nurmidan nechasi ko'p odam birga turib, uzun yil chaqchuq ustida yotganlikdan har xil kasalliklarga yo'liqdik. Bu kasallar har xil qishchiqoq, badan bo'shish, so'ngak shalanglashish, bo'g'imlar qaytivilish, ko'z ko'rmaslik, böbrek kasalligi, o'pka kasalligi, to'liq qo'rqishdan yurak kasalligi va uchay raki kasalliklari, hatto nerv kasalliklariga duchor bo'ldik. Asos jihatdan barliq Uyg'ur mahbuslarda psixik kasalliklar mavjud. Yuqorqi kasalliklar ko'p qitim turma soqchilariga inkos qilingan bo'lsa-mu, faqat uyqu dorisidan boshqa dorilarga erishalmay, davomli kasallik azobini tortib keldik. Agar men Taylandda har bir zulm tortayotgan qarindoshlarimning ahvolini ayrim so'zlasam, bularning qiyinchilik ahvolidan bir roman putudi. Muhojiratlik qarindoshlar, men bu zulmlarni mushunchalik so'zlay. Mana bu 10 yilga so'zilgan zulmlarning hammaga ma'lum bo'lmagan turlar qatoridan. Dunyodagi turmalarning oldingi qatoridan bo'lgan musofirlar lageri hayoti. Har bir anglovchiga nisbatan ular turmada emaskan. Musafirlar lagerda ekan deydigan ko'z qarashda bo'lishi tabiiy. Lekin sizlar oddiy sanaydigan Tayland soqchilari qilayotgan Uyg'urlar ustidagi zulm va azoblar dunyodagi birinchi darajalik nachar turmada beriladigan jazolardan nechasi ortiq. Men yuqorida so'zlab o'tgan ishlar hargizmi mubolag'a yoki to'qilma hikoya emas, balki bular amaliy bo'layotgan zulmning bir partisi. Yuqorida bayon qilganlarimga oldi bilan hammadan xabardor Allohni, ondan bu yerdagi turli zulmning ta'min etayotgan qarindoshlarni guvohchi qilaman. Bu jarayonda biz bir-birimizga umid bo'lib, ulug' Allohning cho'qim nijotlik beradiganligiga umidli bo'ldik. Alloh har narsaga qodirdir. Hikmatlik Alloh inson hayotini bir-biriga bog'lab hayot musofasini davom etkizdi. Shuningdek, bizning bu zulmdan qutulishimizga o'z qavmimizdan bo'lgan har xil faoliyatlarni elib berayotgan ustozlar, diniy olimlar, siyosiyon rahbarlarning sabab qilishi bilan cho'qim bir kuni ozod bo'lamiz degan orzu umidli bo'lib keldik. Ammo bu orzuyimiz orzu bo'lib qolaverdi. Biz bo'lsak faqat unsiz yig'lashlarimiz bilan duo qilishdan boshqa hech iloj qilolmadik. Hozir bizning Tayland turmalardagi umumiy sonimiz 50 ga atrofida. Bizning asosli tutib turilish sababimiz Xitoyga qaytarilsak o'lim xavfi bo'lganligi uchun Tayland hukumati 3-bir davlatga o'tkazib berishni maqsad qilib bizni tutib turyotdi. Bizning asosli demoqchi bo'lgan so'zimiz shuki, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizdan umid bilan so'raymizki, qo'linglardan kelishcha tirishib, bizning bu uzundan uzunga so'zilgan zulmdan qutulishimizga yordam qilishinglarni umid qilamiz. Qandaq yordam qilish ishini sizlar yaxshi bilasizlar. Munosabatlik mas'ullar bilan birlikda bir faoliyat ilib barsanglar natija bo'lib qolgusi inshaalloh. Sizlardan kim moddiy va ma'naviy yordam qila olsa shu yordamni qilsa, hech bo'lmasa duo qilib bo'lsa-mu yordam qilishinglarni so'raymiz. Rabbimiz sizlarning shu qilgan yordaminglar sababli bizni asirlikdan qutuldirib ozod qilib etgay. Amin. Hurmat bilan
Taylandda turayotgan qalbi sunuq, chiroyi so'lg'in, ko'zlari qonliq yosh bilan to'lgan zulmdagi qarindoshlar. Pat yaqinda sizlar bilan xushalliq yoshlarini to'kib, osmoni ochiq bo'lgan pokiz o'rinda yuzma-yuz ko'rishishni taqozolik bilan saqlamoqdamiz. Oxirda barliq g'ariblikdagi asirlarning salimini ilik olg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.